Yo va hammaga salom obunachilar. Bugungi videoda men Sirkfay Pros va Javlon O'zbek Pro naqma asab ketdiga. Men g'alati qilyapsan-da. Mayli, bugungi videoda biz unaqa parkurda ikkinchi qismini olamiz. Ana shu joyda to'xtadik, toshli joyda. Men esa tepada edim. Tepada edim, billa salomlashimiz kerak. Qarochi salomlash bor. Yo va hammaga salom obunachilar. Bugun men Javlon O'zbek Pro xullas ketdi obunachilar. Sizlar zerikmaslar. Nikni qaranglar, nikni. Yo, mayli ketdi. Ketdi obunachilar. Men o'tishni boshladim. Mani Firdavs aytdi-da, billa salomlashamiz. Yiqilib tushdim. Men hozir o'tib bo'lardim. Yarim parkurda edim. Mani ming'irlab berdi-da. Uchanchim. Qanaqa ming'irladi? Billa salomlashmasak nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Obunachilar kommentga yozinglar, bunaqa narsa. Shunaqa, billa salomlashimiz kerak. Kommentga yozib ketinglar, kimni gapi to'g'ri. Yiqilib tushdingmi? Nima bo'lyapti? Ha, yaxshi bo'pti. Hozir sen yiqilasan. Ana aytdim-ku, yiqilasan sen. Ajab bo'pti. Men seni o'tib ketyapman. Hozir yiqilib tushasan. Urish mumkin bo'lsa-ya. Sen приключение qildingmi yo выживание qildingmi? Приключение. Hayotda urmaysan meni. Uraldi ana. Ko'rdingmi? Urmay tur. Achchiq. Mana o'sha lestnitsa qiyin-da, bilin. Men chiqaldim. Bilin qanday qilyapsan? Keyin tushib ketdim chiqqanimdan keyin. Qattiq o'sha lestnitsada o'tish kerak, bilin. Ketdi. Ketdi. Yiqilib tushdim. Sekin. Yiqilib tushsang-a? Yo'q. Oldingi birinchi qismida men Javlondan birinchiroq o'tdim. Birinchi parkurda. Shunaqa zo'r joyda yiqildim. Sen ham yiqil. Yo'q. Yiqil, sen birinchi o'tma. Men yana zinagacha kelib o'tdim. Uncha tez keldim. Ana. Sakradi. Yes. O'talyapman. Iloyim tushga. Men senga iloyim dedimmi, jinni? Sen ham tushga dedi. Yes, o'talyapman. Obunachilar, mana shu joy qiyin ekan. Zaporchiklarda xo'p o't olgan. Yo, baytdan qiyin bo'ladi. Xo'p, bo'pti, o't olgan. Menga yes. Bu baytdan qanday o'taman? O'tib bo'lar, men proshli rolikda o'tdim-ku. Ana oma tushib ketdi zaporchiklar. O'tib bo'ladi Firdavs. O'ldim. O'ldingmi? Mana paydo bo'ldim. Xo'p, yana ketyapman. Qaltirayapsan masalan o'tayotganda parkurda? Yo'q, nimaga qaltirayman? Umuman qaltirayapman. Obunachilar. Sen yoniga kelib o'tdim. Qochib tur o'tib olay. Amayli o'tavr. O't. Xalaq turmayapti. O't. Hozir. Ana. Yaxshi. Yaxshi. Men ham yaxshi o'tyapman. Xo'p, ana zo'r. O'tdim bitta. Zaborchiklar oson-ku. Men qiyin ekan. Men uchun bu qiyin. Sen uchun qiyin, men uchun oson bo'lsa kerak. Men nima qildim? Nima? Hech bo'lmasa oxirigacha yiqilmayapman. Menga juda qiyin ekan eng oxirgi joyi. Yo'q. O'ldim yana.
qanday o'lmaslik kerak? Suv qo'yib qo'yaylik. Ketdi. Obunachilar biz mana endi unaqa sliz qilib qo'ydik. Agar yiqilsak o'lmasligimiz uchun har doim yiqilib o'lyapmiz. Masalan, yiqilib tushganda, masalan, biz boshqa joyda tirilib bo'lyapmiz-da. Ko'chada tirilib bo'lyapmiz va ana men hozir yiqildim va o'lmadim. Mana, zo'ra. O'shaning uchun men o'ylab topdim shunaqa sliz qilib qo'yishni. Mana shu yerda o'tolmadim. Men aytdim o'toldim. Men bunaqa oxir joylarda turibman hali. Yiqilib tushdim. Yo'q, suvga tushding. Yo'q. Yig'lama, javlon. Yig'laganim yo'q. Asal bu. Endi mana oxirdan yiqilib tushdim. Mana sen tushib ketgan blokingda tushib ketdin. O'sha joy juda qiyin ekan, bittalik zabordan o'tish. Nima? Shunisi? Tushib ketishimni sal qoldi. Привет. Hozir paka bo'lmaydi deydi ish qilib. Men paka hozir bo'lmayapman. Men ham paka bo'lgim kelyapti sendan. Bosh ko'rman, qanaqa? Menga interesno shu. O'sha menga ham zaborlarga keldim. Siz ana birinchi qismda ikkita parkur o'tdi xolos. Birinchisiga o'toldim. O'toldim. Yaxshi. Voy, uchinchi parkur unaqa ekan. Ustunni. Yo'q. Haqdan mana oson ekan. Qanday yiqildim. Mana qanday o'tadi? Tushundim. Hali to'laman. Qanday chiqaman anaqa? Nima qilish kerak? Zaputinmi ekan bu? Men senga daychi kelgim keladi olimga. Qanday baqa qiladi? Stop, qanday vatdan chiqadimi? Urin olyapman. Nima bo'lmayapti. Kaktuslarga chiqib bo'lmaydi-ya. Bilmaxo'rsa, e'tiborim senda yo'q. Yo'q, qanday buni o'tadi rostdan g'alati ekan-a. Buni ishlaydi deyapsan. Kimga yana aytaman? Sen parkurim bilan o'tavur, qiyin o'sanga. Yo'q. Aql sakrayamizmi ekan yoki? Yo'q, qanday? Shu joyda qolib ketaman. Men shuni sezyapman, men shu joyda qolib ketishimni aniq. Ustunni zo'r ekan, lekin juda zaputinni ekan. Voy, seni ko'ryapman, o'n yerda harakat qilyapsan, o'tishdi. Men seni tepangda kallam sinib ketdi. Qanday o'tishni? Tepaga qarasang tushunib olasan-da, javon. Yo'q, buni qanday o'tadi? Qaranglar. Aqqa sakra bo'lmaydi, qanday o'tishni bilmayman. Aytdi zina bor ekan, zinaga qanday chiqamiz? Yoki zinaga chiqib bo'lmaydi. Aqqa sakra bo'lmayapti. Aqqa sakra bo'lsa edi. Aqqa ham sakra bo'lmayapti nimaga? Qanday o'tadi buni? Yoki zabonchilardan qayerdadir nimadir bor bo'lsa kerak-da. Eshitma yo'q. Yo'q. Yana zabonchilarda ketdim, ammo oxirigacha emas, yaxshi.
nima qilaman? Mana sabunchikda ana nima tezlikda sakrashga yoki oddiy rasprishkadan. Sakira bo'lmadi. Ketdim. Nima bo'lar? Obunachilar o'zi ham 5 foiz qoldi. Menimcha ulgurmaymandir. Endi o'tgan o'rganmaysan. Mashina Yo, shunaqa zo'r joyda yiqildi. qolib ketaman. Baqirma javlon, suv kimmi? Parkur o'tmanmasa agar asabga tegadigan bo'lsa. Tushundim ishkili kaktoslardan-da yursa kerak. Ha, yuramiz ekan kaktoslardan bunday qilib. Lekin o'lmagunimizcha-da. Bayta mana. Sakiraman. Yo'q. Jonim kam qoldi. Shu kaktoslarda o'tganimcha o'l. Mana individual o'lib ketsa. Eng qiyin o'rin mana ekan. Yo'q, uni sanki. Kaminni bo'ladi. Ha, yo'q, eng qiyin o'rining kaminni bo'lsa kerak, toshli o'rin. Yaxshi, tez shunaqa bo'ldi. 3 kilo ketdi vaqtni cho'zmaymiz ketdi. Qani shu tana bo'tib bo'lyapti. Shu oddiy sakralmaganimga. Va endi ham zo'r o'ynashni boshlayman. Endi ham bu parkurni hozir o'tib o'raman deb hazillashibman. Mayli, shoshilmasdan o'tamiz. Короче, men qumligacha keldim. Lekin o'talmadim. Qumlikni. Agar ikkinchi qismda qumlikni o'talsam zo'r bo'ladi. O'talmayman chunki bu javlon telefonida mod o'tkazdi u. Agar telefon hozir o'chadi, 5% qoldi. O'chsa men o'ynamay qolaman va video tugaydi. Javlon sразу xayrlashib. Va hammaga xayr obunachilar bugun prodan xullas like bo'ldimi? Короче, hali o'tib tur, просто bunaqa endi. Yo'q! Hozir nima bo'ldi? Chiqib ketdim. Mana qacha o'tdimi? Keyin to'xtatdim javlon. Hozir shinasa degan ekan. Sen qaqa yiqilding, sen o'lmaysan-ku. Bunaqa blok slit qo'yib qo'ydik. Qanday o'lding? Men toshga tushdim. Voy, ana toshgan. Motoparkda toshiga. Voy, o'sha yerda o'zgartirib. O'sha yerda o'zgartirib olmabmiz-da, endi mendamas. Video boshlanishida aytib o'tdim. Aqqa tushmaymiz deb o'ylabman. Shans juda kam aqqa tushish shansi. O'tdim. Hop. Yo'q. Mayli, obunachilar hammaga xayr. Sizlar bilan men Sirkoy Pros. Javlon O'zbek Pro xayrlasholmadi. Mayli, sizlar bilan menidim. Xayrlashadi hozir u men telefonimda faqat. Mayli, sizlar bilan menidim Sirkoy Pros va Javlon O'zbek Pro. Telefon o'chib qoldi, shuning uchun xayrlasholmay qoldi. Mayli. Agar bu ikkinchi qismda agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna qo'yinglar va hammaga xayr.